Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Aviakasaviy Surxondaryo Jahongirdaman. 3-noyabr 2025-yil bu yerda Toshkent, mana bu yoqda esa Qanotchaqi Samarqand yo'nalishi bo'yicha ketyapti. Passajirlar chiroyli qilib o'tkazib kuzatib qo'yamiz azatlar bilan. Hurmatli o'rtoqlar, mana bu yerda turgan aka-ukalarimiz ham xuddi bizdan bilet olishgan, kompaniyasiga olishgan edi. Centrum kompaniyasi zadeshka bo'ldi. Zadeshkani ham bular bir oy oldin yoki bir kun oldin bizga xabar bermaydi. Mana aeroportga shunday keldik, o'sha zadержанный reys deb qo'yibdi. Yarim kecha soat 3da uchadi degan. O'shaning uchun hurmatli o'rtoqlar, har bir biletlaringizni so'rab surishtirib turingizlar. Xudo xohlasa harakat qilamiz chiroyli qilib passajirlarni o'tkazib kuzatib qo'yishga. Bo'lganingiz ham katta summangiz bo'lmasin. Katta summa so'raydi. Boy birimni xohlagan joyingizdan ham so'raydi, lekin katta summa olasiz. 1000, 5000 bitta ish taraf bitta ish taraf qiladi 5000 rubl. Xizmatdamiz, qo'limizdan kelgancha aeroport yangiliklarini sizlarga yetkazib turamiz. Chiroyli qilib kuzatib qo'yishga harakat qilamiz. Bog'lanib, bilib, telefon qilib bog'lanib, biletlaringiz haqida ma'lumot so'rab turingizlar. Imенно Centrum kompaniyasiga olgan aka-ukalarimiz shunaqa ma'lumotlar so'rab surishtirib turingizlar.